Bu fursat hoş yaktan Kim oilasidagilar birlikda bu dachining payzini surdi. Hoşa ey, hayatning payzi mushga vallahi ey. Bayxo'jamning kuni kunkajimi. Ammo dadam, biz ma uyga singib qoldik-chimi? Ati o'gim Pak oilasining kichik qizi Pak Suyguyni bir keltirib olay, qudilishib ketimiz. O amiz xotin atidan boshlab yakandazlarni tiksang bo'ldi-ku. Qiynoqdan so'ng qimmat soatdan birini qo'yib etsa, sen bana bersan, men taqallab menib ketsam, ko'chadagilar anglab ketsa, chiq menib ketsa, shu esil zotlardan bo'lib ketimizda. Uni bir demadi-da. Bu chaqda talada guldirmamliq yomg'ir yig'ishga boshlaydi. Pacha! Shar. Ha, mana Kim oilasidagilarning kelgusining ashi parlaq bo'lish uchun men bir naqsha o'qay-a. Kimlar bilan bu dachda yolg'iz ichib shu kechida to'kan dardimning ding dong. Dal shu chog'da eshikning qo'ng'irig'i chelinib, hammaylarni cho'chitibdi. Aslida uyning ilgirki xizmatkori Ochon Ganjin kelgan bo'lib, o'zining yarasida bir narsaning qilib qolganligi va shuni elib ketadiganligini aytdi. Ko'ngli yumshoq Kim Oddiy Ochon Ganjinning to'limi bichor chiroyiga qarab, uning kirishiga ma'qul bo'ladi. Kim oilasining qolgan a'zolari bo'lsa, Ganjinning bayqab qolmasligi uchun o'zini daldiga oladi. Kim Oddiy Ganjinni ketkizitish uchun kaynining yarasiga bilishidi. Hamda Ganjinning dongzolarini ko'rib hayron qoladi. Rivoyatlardagi Lavzami Pelak Dong'ay degan dongzo asli mush ekanda, ular birlikda ishkopni ishtirib o'tadi. Ishkopning kaynidan odamni hayron qoldirib, bir yer osti ombiri bayqiladi. Amaliyotda u omborda Ochon Ganjinning Shingyunkani qaytirib bo'lolmay qarzdan qechib mo'kinib olgan, og'zidan o'g'iz timib turadigan mo'min chiroy eri Womeychan yoshirinib olgan bo'lib, uzun yillardan beri Ochon Ganjin mushi yerda o'g'irlikchi beqiyotatdi. Endi keldingmi? Qo'saq ichib tortishib ketdi. Jenim erim, 2-numorlik naypim qolmabdi. 3-sini o'zim ichib turing. Bu ahvolni ko'rgan Kim Oddiy g'angrab qoladi. Jenim acha, ko'rib turibsiz. Erimning kuni mushundaq tas yeydigini xanga, chiqirdigini tanga, zaylishib ketdi bu yerda turaverib. Bu qilganingiz qat'iy qamlashmidi? Odam degan bundaq yuzi qilin bo'lsa bo'lmaydi. Haqni uyiga kirib, haqninkini yeb, ishiltib, vijdoninglar yo'qmi aslarning? Men sizlarni soqchiga ma'lum qilaman. Acha, chinim acha. Ey, acha, chinim acha. Meni bekib naqshasangmi aqmaydi. Acha, chinim o'zimning achisi. Iqib qala, vaqting chiqqanda tuvanga dekkina tushib og'ziga so'z kelib qo'ysanglar bo'ladi. Dal mushchaqda o'g'irlikchi tingshayotgan Kim oilasidagilar o'pir-do'pir bo'lib yiqilib tushdi. Filmning keyingi qismini oldin ko'rmoqchi bo'lsangiz, boshpatda izohliq salonimizga kiring.